aylanishi osongina. Iftorlik saharlikda yengil hazm bo'ladigan taom. Ko'katlarni to'g'rab olamiz. Bir dona kattaroq bodringni ham to'g'rab olamiz. 2 dona pomidor ham to'g'rab olamiz. Uylarda brinza, sir bo'lsa, ozgina to'g'rab olsanglar yaxshi bo'ladi. Bolalar, uylarda bor pishgan go'sht mahsulotlarini sotsanglar bo'ladi. Men o'zim ishongan halol go'sht mahsulotlaridan foydalandim. Ozgina tuz solib, aralashtirib olamiz. Lavash xamirini kerakli o'lchamda kesib olamiz. Konvert qilib o'rab olamiz buni. Endi bilan tuxumga belab qovurib olamiz. Taomimiz tayyor bo'ldi, mana. Shunaqa ko'katlarning mazasi kelib turibdi. Juda mazali.